Yalla, straight to the airport. Oh my god. Dubay xalqaro aeroporti yaqinida dron quladi. Voqea videosini o'rganib chiqqan BBC mutaxassislari video fake emas, haqiqiy ekanini tasdiqlagan. Katta ehtimol bilan dron qulashi Dubay aeroportining A terminali yaqinida ro'y bergan. E'tiborlisi, bu video tarqalishidan birozgina oldin aeroport o'z faoliyatini qisman bo'lsa-da qayta tiklayotganini e'lon qilgan edi. Emirates aviakompaniyasi ham parvozlar tiklanayotganini ma'lum qilib, bugunga reys belgilangan mijozlarni aeroportga kelishga chaqirgan edi. Eslatib o'tamiz, AQSh va Isroilning Eronga hujumlari ortidan boshlanib ketgan yangi urush tufayli Yaqin Sharqda aviatsiya xaosi yuzaga keldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, urush boshlangan 28-fevraldan 7-martga qadar Birlashgan Arab Amirliklaridan 2300 dan ortiq, Saudiya Arabistonidan esa 14 mingdan ziyod vatandoshni O'zbekistonga qaytarib olib kelishga muvaffaq bo'lingan.